Gemoglobinni ko'tarish xususiyatiga ega bo'lgan tilni eng mazali usulda pishirib ko'rsataman. Ko'rinishidan sal yoqimsiz bo'lgan mol tilini yaxshilab suvda yuvib olamiz. Ustidan qaynagan suvni quyib 10 daqiqa qaynatib olamiz. Va muzdek suvga solib olamiz. Uzoqroq qaynatsak, ustidagi qabatini shilish oson bo'ladi. Lekin butun mazasi suvga chiqib ketmasligi uchun sal qiyin bo'lsa ham shunaqa pichoq yordamida tozalab olamiz. Ana endi uncha katta bo'lmagan bo'laklarga bo'lib chiqamiz va idishga solib marinovka qilamiz. 2 dona piyozni shunaqa yirik to'g'rab solamiz. Ustidan tuz, chesnoq, universal priprava solib yaxshilab aralashtiramiz va mana shunday bankalarga solib chiqamiz. Orasiga garoshik va lavrollis ham esimizdan chiqmasligi kerak. 1 kiloga 400 gram tildan 4 ta shunaqa bankada chiqdi. Qopqoqlarini yaxshilab burab yopamiz va kastrulga joylab olamiz. Ustidan banka bo'yi sovuq suv quyib olamiz va qaynatishga qo'yamiz. 5 soat davomida past olovda ustini yopib pishirib olamiz. Aynan shu usulda onam bizga yoshligimizda ko'p tayyorlab berardi. Shuning uchun bu taom menga yoshligimni eslatadi. Sizchi shunaqasidan yeb ko'rganmisiz? Yeb ko'rmagan bo'lsangiz, albatta tayyorlab ko'ring. Mazasi prosta bomba bo'lib chiqadi. Retsept foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosish esingizdan chiqmasin.